Messi o'zining pik davrida bor imkoniyatlarni ko'rsatish uchun o'z qobiliyatlarini barchasini ko'rsatishni boshlaganda, unga qarshi o'ynagan raqib jamoa futbolchilari undan bir necha bor past klassda ekanligi ko'rinib qoladi. Hozir biz mana shunday hodisalardan 3tasini eslab o'tamiz. 2015-yil Ispaniya Kubogi finalida Atletik Bilbaoga qarshi maydon markaziga yaqinroq qanotda to'pni qabul qilib olgan Messi bir nafasga to'xtab qo'qqisdan harakatni boshlaydi. Avvaliga ikki futbolchi uni qarshi oladi, keyinroq uchinchisi qo'shiladi. Messi uchovini ham ko'rdim demay o'tib ketadi va jarima maydoniga yorib kiradi. U yerda esa bir futbolchini aldab, darvozabonning yaqin burchagiga gol uradi. Bu gol Kubok finalining bezagi bo'lib qoldi. 2011-yil Chempionlar Ligasi yarim finali Realga qarshi. Ko'rinishidan oddiy pas bilan boshlangan vaziyat yakunda Yevropaning eng yaxshi himoyasi bo'lib tanilgan Jose Mourinho jamoasi himoyachilari Messining goliga faqat koridor bo'lib bera olishi bilan tugadi xolos. Messi ortda qoldirgan nomlarni bir eshiting. Lassana Diarra, Xabi Alonso, Sergio Ramos, Raul Albiol, Marcelo. Gol esa Iker Casillas darvozasiga urilgan edi. 2007-yil Getafega qarshi Ispaniya Kubogi yarim finali. Bu golni ta'riflashning keragi yo'q. Shunchaki ushbu sharh bilan eshitish kerak. Messi, immens Messi, encara 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 Messi, gol, 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 increïble, no m'ho puc imaginar, no m'ho podia imaginar, no ho he vist mai això, no ho he vist mai, increïble quina jugada, Messi, 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 però més i més i més, però més, però molt més, però molt més, però molt més, doncs molt més, i encara més i més i més. Bunaqa gollar Messining karyerasida 100 dan ortiq. Men esa sizlarga eng yorqinlarini eslatishni xohladim xolos.